Bugun 2026-yil 3-yanvar va nihoyat 10 sotiklik teplisamizni yaqinlatib qo'ydik. Xudo xolasa yerlarni haydab, go'nglarini, somonlarini solib endi mana shunaqa qilib drenaj olib chiqyapmiz. Yakunisi mana shunaqa. 30 sm atrofida o'tgan yili juda chuqur qilganmiz. Bu yil 20 sotik tayyorlab odam charchab ham qoldi. Shuning uchun 10 sotiknikini sal kamroq qo'yapmiz. 30 sm atrofida, 30-35 sm atrofida olinyapti. Ikki kundan beri qo'ya olmayotgandim. Ichi parlanib ketyapti birpasda. Hozir mana par tugagandan keyin video olib qo'yay dedim. Tayyorlash jarayonlari tekis yer haydalib ochar ochib chiqiladi. Somon birinchi go'ng solinadi, keyin somon solinadi. Mana shu 9,5 sotiklik teplisamizga 2 mashina selxoz zilda, katta bartovoy zilga o'xshagan selxoz zilda 2 mashina oxirida 1 sotik, yarim sotikka ham yetmay qoldi. 2 mashina ketdi mana shu 10 sotiklik teplisaga. Shunda общий hisobda 9 sotikka 2 mashina mana shu 78 sm, har bittasi 78 sm dan hisobida bo'ladi. Ko'chat ekilishi 1.16 da, har bittasi 1.16 dan tushgan. Uni unaqib chiqqandan keyin o'rtadan tekisligini olib olishlik uchun birinchi navbatda drenajda mana shu chekasi yiqilib ketmasligi uchun o'rtasidan ochib chiqiladi. Lapatkada bitta lapatga yoqqa bu yoqqa qilib olib chiqiladi-da. Keyin ashuni o'rtasidan ozgincha avalniy qilib, turpoq ko'p tushib ketmasligi uchun ozgincha avalniy qilib shunaqa olib chiqiladi. To'rming 200 ta ko'chat mo'ljallashtirib qo'yganmiz 10 sotikka. Xudo xolasa 4200 ta ko'chatlarimiz shoxlab yotibdi, gullab yotibdi. Ko'pi. Chunki 7-dekabr kuni olib kelib qo'yganmiz. Pashti 1 oydan beri turibdi. O'zimizda yana.